Xitay ئۇرۇش ئايرۇپىلانلىرى ئامېرىكا پاراخۇتلرىغا خىرىس قىلدى. خىتاينىڭ J-10 تىپلىق ئۇرۇش ئايرۇپىلانى شاڭگاڭ ئەتراپىدا ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئامېرىكا دېڭىز بىرلەشمە پاراخوت ئەترىتىگە 180 metr ئارىلىققىچە يېقىنلىشىپ ھەيۋە كۆرسەتكەن. Xitay ئۇرۇش ئايرۇپىلانلىرى ئامېرىكا پاراخۇتلرىغا خىرىس قىلدى. Xitayning J-10 tiplik urush aeroplani Şangang atrofida harakat qilayotgan Amerika dengiz birlashma paraxut atritiga 180 metr oraliqcha yaqinlashib hayva ko'rsatgan. Time Turk'ning 27 may kuni bu vaqtda bergan xabarida Amerika mas'ullari Xitoy urush aeroplanining intayin xatarlik bir shaklda Amerikaning P-3 tiplik kuzatish kemasiga yaqinlashganligini, bu urush aeroplanlaridan birining paraxutga 180 metrgacha oraliqqa yaqinlashib kelganligini bildirgan. Xitoy va Amerika orasida yuz bergan bu xildagi xatarlik ahvollar Trump Amerikaga prezident bo'lgandan hozirgacha yuz bergan ikkinchi qatimliq cho'ng voqea bo'lib hisoblandi. Bundan burunqisi bo'lsa 2-oyda Xitoyning KJ-200 tiplik urush aeroplani Amerikaning P-3C tiplik urush aeroplaniga yaqinlashib ta'did qilgan edi.